Sizlarga kerakli hamma instrumentni bitta keysga joylab qo'ydik. Narxini ham eshitib, o'zini ham ko'rib, jinni bo'lib qolmasanglar bo'ldi. Qaranglar. Milano, Milwaukee bilan birga bir luks kopiyada. Bitta ochamiz ham sizlar bilan. Shunaqa katta keysda bo'ladi, qaranglar. Tayyormisizlar? Voy, men menga bitta e'tibor beramiz, qaranglar. Batareyalar 6 amperli og'ir. 2 3 ta batareya, o'zi 5 ta batareya bo'ladi, ko'rsatamiz, qaranglar. 2 ta zaryadniy устройство Bistro. Qaranglar, Milwaukee bilan birga bir. Bolgarkasi amerikanskiy knopkada, qaranglar. Bitta ishlatib ko'ramiz. Videoni shoshmasdan ko'ringlar oxirigacha. Narxini oxirida aytaman baribir, qaranglar. Оборот regulirovkasi ham bor. Yoki o'rtamizga bitta e'tibor beramiz. Qaranglar. Ham shurpa yo'rt, ham gaki yo'rt qilib ishlatsanglar bo'ladi. O'zina narsalari tegini ochamiz. Eng zo'r yoqqan tomoni perforator bo'ldi-da, qaranglar. Har xil rejimlari bor. Original ishlatdinglar nima, buni ishlatdinglar nima? Akkumulyatorning pilasi sirkulyarga chiqadi, ya'ni picholka chiqadi akkumulyatorning. Shurpa yo'rt. Malotoklari ham bor, оборот regulirovkalari ham bor. 5-batareya. Endi komplektini bitta ko'rib olamiz, sizlar bilan qaranglar. 1 2 3 4 5 ta усиление batareya. 1 2 3 4 5 6 ta instrument, 2 ta Bistro zaryadka. Akalar, qaranglar. 5 ta усиление batareya, 6 ta instrument, 2 ta Bistro zaryadka. Mana bunaqa bahaybat kes, narxi $150. Milwaukee bilan birga bir luks kopiyadagi naborimiz. Ulgurib qolinglar, narxi $150. Kim kerak bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Ustagalar, qarab yuruvdinglar ham yaxshi bo'ladi. Mana keldi. Bemalol olishinglar mumkin.